Aziz do'stlar, Kanton Fair'da yana bitta lifehack aytaman. Bu mana bunaqa joylar bor ekan. Trade Bridge deb nomlanar ekan. Mana bunaqa joylar. Ko'rsanglar, mana bu qissalar turibdi. Bu asosan nima vazifani bajarar ekan bu yerda desanglar, mana bu kompyuterlarda sizlarga qanaqa mahsulot kerak bo'lsa yoki qanaqa zavod kerak bo'lsa, ya'ni vaqtdan yutish uchun bu kompyuterda o'zlarini platformasi bor ekan. Shu platformaga kiritasizlar, o'zingizlarga kerak bo'lgan mahsulotni, kerak bo'lgan xizmatni kiritasizlar. Kiritgandan keyin bu yerda o'sha kerakli o'zi shu Kanton Fair'ga qatnashayotgan boshqa zavodmi, kompaniyalar o'zlarini bu yerda sizni bog'lanish uchun kontaktlaringiz qoladi. Sizga aloqaga chiqishar ekan va bular sizga uchrashuv tashkillab berar ekan. Shunda siz bemalol ular bilan gaplashib, misol 5 tami, 10 tami, 50 tasini vaqtma-vaqt qo'yib turib, bemalol keyin gaplashib ishingiz bittasiz bo'ladi. Bu ham albatta shu Kanton Fair'da vaqt tejash uchun qilingan narsa. Bemalol kelib foydalansanglar bo'lar ekan.